电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Senin en ahırkı tanlışın? Aygıl Mağlam'ı tanıdım. Mübarek olsun. Çin aşık namlıq naqşınız bilan ustoznlarla emas, barchamizni naqshingizga ham ovozingizga aşık qildingiz. Keyingi bosqichlarda yana nodir kuylarga yondosh naqshingizga taqazzamiz. Merdan xalq naqshisi etdi. Hem bu xalq naqshisini voyaga yetkizib, o'zining joy-joy bezaklar bilan, puroqlar bilan shundoq voyaga yetkizib o'rinladi. Merdanning ovozi ham xuddi go'sht yegandek kuchi bor, to'lg'an, to'liq ovoz. Ham men o'zimmi xalq naqshlarini bak yaxshi ko'rib anglayman. Ham mushu jihatdan nurg'un tadqiqotlarni, izlanishlarni olib borganligim uchun Merdan guruhimga kelgan vaqtida boshqa bolalar bilan qandaq asarlarni qısaq, texmi yaxşı buludu. Gruplarga bölgen vaqtida qaysi grupiga, qaysi bola bilan bölsəm, texmi yaxşı bo'lgan unumlarga erishalaymiz degan maqsad qilib turib, Merdanni grupamga qabul qildim. Ishonaman, bizning bolalarimiz eng go'zal, eng yaxshi, eng yengillik holatda xalqimizga yangi asarlarni ham yaxshi bo'lgan nadir badiiy asarlarni vujudga keltirib sunalaymiz. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad qilib ketdim? Men ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Men anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksinay deb o'sha ravolashtirdi. Rahmat. Namini olgan rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biofan texnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Emisi Aygül Mağlam, siz tövendeki naqshini bir e'lon qilib bersangiz. 等待。大家好，我叫阿米尔阿里普，来自和田地区洛普县。Köpçülük yaxşımısılar, ben Amircan Galip, Xotay vilayeti Lop nahiyasidan keldim. Özüm bir başlangıç mektep müzik o'qituvchisi.
o'qituvchilik bilan shug'ullanib kelayotgani 20 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Hozirga qadar izchil muzika ma'rifi bilan shug'ullanib kelyapman. Bu qitimqi Ipak Suli sadosi programmasiga qatnashib, o'zimning yaxshi bir ifodamni joriy qildirsam deb o'ylayman. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
Beko Sadası programmasını nereden gördün? Televizordan, telefonu köygül bolman boldu. Depegine kirgizolar. İzdeş dep kirgizadish. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个少数民族歌手，直接用汉语演唱，我觉得他感情各个方面把握的还是挺到位，唱的也不错。 Hürmetlik ustozlar, ekran oldidagi barliq suyukli tomoshabinlar, Xota viloyati Lopnayasidan kelgan Amirjon G'olibdan hammanglarga o'tliq salom. Hozirgi vaqtimiz xayrli. Bu şu maliqi kasbiy sohadagi naqshchilarga yaqinlashib qolgan bir shunday bir yaxshi naqshchi, mau ovoz ishlatish, uqumingiz xili yuqori ovozli bo'lgan, qarashingiz xili yuqori ekan, shunga menga yoqdi. Chunki ovoz ishlatishingiz nafaslar joyida, hamda biroz yuqorisiga chiqqan vaqtida ozroq qiynalish bor. Lekin ovoz ishlatishni bek yaxshi uqdi ekansiz. Jig'ib aytganda naqsha yetishib bek mos ekansiz. Rahmat. Amirjon kasbiy maktubi yoki boshqa ishlar bilanmi? Bayam unutib qoldim, men o'zim boshlang'ich maktab musiqa o'qituvchisi. Menga 20 yil bo'ldi. İzilme şu müzik mağribi bilen şoğullanıp kelavatım. Amirjonning ovozi alayidligi menga yaradı. Bular bu naqshning hamda mayli tövan, mayli yuqori qismlarini bitirib qilish bo'lsin. Azroqli yetaklab qo'ysa shu g'urudi ketadigan bo'ldek ko'rdim men bir. Ayya bola. Bekla ilgirlaydigancha. Rahmat mamastin. Bu naqshimi xanlay tunja aytgan u bek cho'ng naqshchi. Nayt vazni va cho'ng naqshlarni aytadi. Bu naqshni shunday muvaffaqiyatli aytilgan asar o'zimi cho'ng asar. Bu naqsh asarlarining ichida. Bu inim bo'lib shu ovozning kuchi, ishiltish, har jihatdan yaxshi bo'lishdan boshqa chun degan bir ilg'imda joyida inchik egilib tushgan. Men hozir ma'lumotmanda bu xil adam alamaydigan ya. Shu otizlik ichida titrib bilan shu puroqni hammasini to'liq elib birinchi bosqichda ishda tushdi. Meningki bir sabablar bo'lib qoldi, o'rlanmaslikda, lekin menga shunday arzidi, shunday yoqdi. Rahmat ustoz. Güzel, bak yaxshi aytdingiz. Bek güzel, bek chiroyli o'rnida aytdingiz bu naqshni. Xanlayninki ovozimi shunday chan yillar adamni rasmi, vibratorlari adamni rasmi vücudunu titrek o'ltiradigan necha brigadalarini o'ltiradigan ashtaq ovozchi. Siz texmi bir inchkilik nuqtalarga diqqat qilish bilan birga yana azroq uyg'urcha insularni qaytarda shunday chiroyli o'rnatdingiz bu naqshni. Bek voyaga yetkazayotdingiz. Hamda hamma naqshchilarniki o'ziga bo'lgan talabi o'xshamaydi, ham shu shinbay deymiz, go'zallikka bo'lgan qarshimi o'xshamaydi. Bizning go'zallikka bo'lgan qarshimiz jamiyatning o'zgarishiga qarab, zamonning o'zgarishiga qarab, taraqqiyotlarga qarab yana o'zgarib turadi-chu. Sizda shunday bir shinbay bor ekan. Shu go'zallik bo'lgancha, shu estetikani siz qo'g'lashib turib, shu go'zal ovozlarni chiqaryapsiz. Davomli tirishing, shunday chiroyli ovozingiz bor ekan. Mening guruhimga kelsangiz, texmi cho'ng jiq asarlarni aytamiz. Shu Ayşegül muallimning tili bo'yicha aytganda erkaklarga xos ovoz. Xallayning ashundoq tariflaydi. Xallayning ovozini ashundoq tariflaydi. Bu elimizda ashundoq erkaklarga xos bir yo'ruq ham kuchi va bir ovoz ekan. Shundoq yaxshi, bak yaxshi ijro bo'ldi bu naqsha. Rahmat ablar ustoz. Bizning ovoz ilmiyligi bo'yicha aytsak, sizniki meyshin tungsuga kirdi, Aygul muallim. Meytung bo'ldi. Şuna mening gruppamga kelsingizmi, qat'iy ziyon yo'q. Buni o'ylashib qo'ying. Nima degan yaxshi tanlash qara. Biz mavo ukamning naqshlarini men anglagan burun. Buningmi naqshi aytish tarixi o'ttir hesab bilan Alloh azal 15 yillar mabaynida naqshi aytib kelayotgan yigit bu kichik vaqtini tatib hozir yaqindan beri şu ma'rifning xizmatlarning jiddiyligi sababidan mening bilishimcha 3-4 yil bo'ldi naqsh aytmag'ili. 3-4 yillik naqsh aytmaslik cho'qim
azroq chekinish bo'ldigan bir ish bu. Bunda ustozlarningki yanılıq ko'zi nihoyatda o'tkirki. Mayli ko'rib tursin, mayli ko'may tursin, oyoq qarab turgan holatdami? Mushu bo'pmi Ayşegül bilan Aygül davomli mush o'quvchilarning ovoz bilan shug'ul anglab kelayotgan, tadqiq qilayotgan bo'lg'ashqa u azroq ilmiy tarbiya ko'rgan yoki faqatla tarbiyasiz bolalarni oshaq qarab turib his qilib davatidi. Bu haqiqatan bir tajriba. Abay Ayşegül dedi, "Meytung" deb. Meşonlar tonsuning orliqida bir yerda bir narsa chiqarib olgan. Bundan naqshlar bekchiq. Şu uslubni tepib natija qozonganlar bekchiq. Agar bu yigit bir oy kasbiy ma'lumotlarning yoki tajribalik ma'lumotlarning qo'lida o'zini asli keltirish bosqichini beshini o'tkazsa, cho'qim yaxshi odamlar yaxshi ko'radigan, yoqtirib anglaydigan bir insonda taraqqiy qilish ehtimolligi intayin cho'ng. Sizlarga aferin deyman. Mushu ustozlar tajribali bo'lib ketibsizlar. Men his qilganimlar o'xshash bo'lyapti-da. Shuna qaraganda menmi xeli Sizga ko'ncha tursiz. Baş ustoz. Rahmat. Shu biz xo'sh bo'ldik. Hamma ustozniki sana bergan yaxshi baholardan faxrlandik. Endi oxirgi bir tanlash fursatini sana beramiz. Bir ikki qiz yurak so'zing bilan oxirgi tanlashingni e'lon qilsan. Oldi bilan mening mushu sahnaga kelishimga olay turtki bo'lgan ota-onamga, bo'libmi akamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, mamlaga rahmat. Uningdan keyin qolsam shu bayam Abdulla ustozmi deb o'tdi. Xizmatlar bek oldirashchiq. Shunda chog'da endi bizga menga shu fursatni yaratib bergan ma'rif idorasi rahbarlariga shundoqlam maktabimizning rahbarlariga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, menga rahmat. Ustoz men uchun o'rindiq aylantirdi. Men to'liq pek xush bo'ldim, hayajonlandim. Hammangizlar mening qalbimda shunchalik buyuk, shunchalik ulug', hurmatli ustozlar endi tanlashga to'g'ri kelsa bu bek taskin haqiqatan. Shundoq. Meningki oxirgi tanlashim Men Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga elib keldim. Gül üstidagi shabnam gül husnini julalandirgusi. Siz gül, men shabnam. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz tuygu. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı.
Taşqın Aqsil Talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'dün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Mevlan Ustaz. Naqşınızdan huzur aldık. Özünüzge bo'lgan ishonchinizdan madad oldik. Ustozimiz Mevlan Memtimin sizdagi talantni qezib chiqarib, bizga texmi nodir asarni suna oladiganligiga ishonamiz. Bizning Amir inimizning aslida ba ovoz sharoitidan boshqa men shu Amirjonning keyingi bosqichlarda hem yetaklash orqali yaxshi unum paydo qilishga mening bir xil ishonchim paydo bo'ldi. Shunga men Amirjon uchun o'rindiq aylantirdim. Amirjonning bizning Yangi Nur guruhiga kelganligini qizg'in qarshilayman. Tunji qar deydi. Ashni bir anglab baqdi. Tunji qar. 大家好，我是来自乌鲁木齐的选手乌拉丁。Köpçülük yaxşımsızlar, ben Ürümçi'den kelgen Mayer, Miradil Muhammed Ulman. Ben özüm Şeyhans Kuruluş Öğrenliğinki 2. yılda okuyman. 2014 yılı küçük vaxtlarımda şu televizordan İpek Yol Sadası'nınki tizim uçurunu kelgen vaxtıda ben de bir xil ot payda boldu da hem de şu vaxtıda qatnışıp baxsam işim çoğunğa vaxtıda dep. Endiki 5. qarar İpek Yol Sadası'ga tizim tiş arqalaq şu özümde bağlan talantni texmi jariy qildirishga tirishman. Meningki bu qatimliq musobaqa qatnashdagi nishonim bo'lsa, o'zim tayyorlab kelgan naqshlarni yaxshi aytib, ustozlarningki qaylig'ini qo'zg'ash. Tunji qarda uçurattım seni, oppoq çimen ustida taman. Tunji qarda uçurattım seni, oppoq çimen ustida taman. Yüreklerim soğdu sen üçün ve lekin pervasız sen aman. Yüreklerim soğdu sen üçün ve lekin pervasız sen aman.
Yüreğim şadlıktın bek yirak. Süyüp seni külüp bakmadı. Yüreğim şadlıktın bek yirak. Yaş görüş hatamı seni, rast sözün etkin akını. Yaş görüş hatamı seni, rast sözün etkin akını. Hicranınğı bergin hatıma, Vısalınğa yetküzgin sen mini. 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 Paridio'nun teriye çatış merimiz terem yakşemez dağıtkanlıktan. Sen mişildirken sen de bunu ha? Oy, Allah çullam şınıptı digine bu. Tabiilik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo-cheklik shirkati Mayırlarga omad tilaydi. 这个选手很年轻，唱的还是挺到位，好像有点紧张一点而已。 Bağlıq ustazlar yaxşımsızlar, ekranlı görmələr yaxşımsızlar. Mən Ürümçidən gələn Mayır Muradlı Muhammedoğlu mən. Özüm Şeyxans Quruluş Şöyənninki qışqıncılıq oxutuman. Quruluş Şöyən dedi. O qaysı kəsbdəsə? Yeni energelik maşın tədqiqatı. Yeni energelik maşın tədqiqatı. Tokluq maşın. Quyaş nurluq. Tokluq maşın. Ablat malum aylandı. Qançilik özünün ilqi hazırqı hissiyatdan bir sözlə baqa xoş buldunmu ya? Tötüyül malımını aylandırış xiyalın bağmıdı. Özüm sal ciddiyleşip qaldım çoğu mən səkne çıxaqdıdan. Lakin ablat malımın ağırlığını gələm xoş oldum. Bunu mu yaşsın degəndə ablat malım aylanğını mu ya? Aylanğını mu ya? Ya babdan da ablat malım aylanğını. Sal ciddiyleşip aylanmağanda yaxşıрақ. Bunu mu yaşsın degəndə ablat malım aylanğını mı? Bunu qama nə degəndə davat tapsa başqa bir dəfə qaqadı. Yaxın şu ablat malımın ağırlığını mı hem de Bunda değil bu da. Bulup mu ablat malım aylanğanı bək xoş oldu deyine? Bulup mu şu ablat malım ölgən vaxtda bək ayacanlıb. Avazım bəzi kontrol qılanmağan buluşu mümkün hem de. Qara. Kamçılıqsız oquvchini ko'rib baxmadim azroq kelgicha lekin saqam. Menimcha sen bu naqshni chiroyli aytding haliqi. Urilishingda xatolik yo'q. Mencha kuyini biroz tuvan qilib qo'yapsan o'zingga nisbatan. Odatda muhabbalning ovoz bundan yuqori chiqadigandek turdi. Shundoq. Qog'inni men ma'lumdan anglay, ablat ma'lumdan. Mencha bu inamga o'rilib to'g'ri qildim. Xato qilmadim. Chunki bu naqsha menga bek tunishliq, tomoshabinlarimizga bek tunishliq, menga andan bek tunishliq Abdulla akamdan qaslam. Chunki Abdulla akam tunji bu naqshni ijro qilgan vaqtlardan tortib biz shu yenida atrofida. Shunga Abdulla akamninki
mükemmel vayığı yetken halatda eğit ötüşüne onu hemimizge ayan eğitip etken. Ama bu inimdeki eğitkini da bir avazıda naytı bir saddı bir tabiilikni his kıldım çö men. Saddı bir tabiilikni his kıldım, özüne iş kılıp mençe bir kichikina bir yerde bir qanam ishani qanday qildi deb tursam aşağıdaki firaqni inchki el bilan o'tib ketdi, qanchada o'rildim. O'rilgandan keyin bu taqimi bekaraq hayajonda sal jiddiylashib qolib o'zini kontrol qila olmay qoldi. Ammo men ovoz tusini yaxshi ko'rdim. Mushuni bir xillikqa saddi bir holatga aytgan bir holati menga qalbimga ta'sir qilib qolgan yer bo'ldi. Qag'inni o'zim bilaman. Kelgan boshqa talash tatish yo'q. Mening guruhdan kelsan bo'ldi. Tunji qar telisidagi naqshingiz bilan hammamizni izgu tuyg'ular qo'yniga boshlab kirdingiz. Ablat muallimning tashqin gruppasidagi sarxillari ichidan o'rin olganligingizni ko'rdik. Sizga yanada zo'r natijalarni tilaymiz. Muradil Muhammad bu o'quvchimiz Tunji qar telisidagi naqshini aytdi. Ya'ni bu naqsha ayni vaqtda Abdullah ustozning tilidan og'zidan aytdi. Abdullah Abdurrahim icrasıdan aytdi yaxshi o'z ifodasini topgan bir naqsha. Ama shunday aytdi bir yaxshi naqshchilarimiz tarafidan mukammal ijro bo'lib ketgan naqshlarniki yana ikkinchi bir naqshchi tarafidan aytilib bir yurakka ta'sir qilgandek bir holatning ifodalanishi bu oson ish emas. Bu mahirimiz shu Abdullah akam aytgan shu ayni vaqtdagi mush naqshida bo'lish tegishlik bir hissiyat tuyg'ularni aytdi joyida yaxshi icra qilish bilan birga yana o'zida bor bo'lgan bir aloyidliklar bilan ba'zi bir his tuyg'ular, ba'zi bir piraqlarda o'zgacha bir xoslik bilan ijro qilgan mush tarafi menga qalbimga ta'sir qildi. Shuning bilan men o'rildim. Bu mahirimizniki mening yana tashqin guruhimizga kelganligini qizg'in qarshi olaman. Menga yaxshiroq bir ishbas tavsiya qilsang. Vay, ta'limlarda ishlaysan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga ishbasisi. Sen ishkine yapıp dikemene ta'lim akabarini sen işilti adaş. Sertan Alga ishbasisi qatarliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlam muallim yana bir naqshni e'lon qilsangiz. 最美的还是我们新疆。尊敬的各位老师，亲爱的观众朋友们，大家好，我叫努尔曼古里阿布莱提，来自新疆巴州县文工团，专业歌手。Hürmetli ustozlar, tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Men ismim Nuriman Gul Ablet, Şinjan Maraldi Şinayisidan keldim. Yipak Yo'li sadasi programmasi yo'l qo'yilgan bir izchil o'sha programmani yoqtirib ko'ryapman. Ham izchil qatnashgan bo'lgan bo'lsa-mu, xizmat sababi bilan, o'qish sababi bilan, turmush sabablari bilan qatnashamay qolgandim. Bu qitim bu programmaninki, ya'ni 5-qara Paridio Yipak Yo'li sadasi programmasining o'quvchi mayir tanlash e'lonini ko'rgandan keyin tizimlatdim. Bu sharafga erishganimdan to'liq xursandman. Bu musobaqa orqali o'zimninki eng yaxshi holatimni joriy qildirib, shu Yipak Yo'li sadasi programmasining sifatli holatda olib berilishiga hassamni qo'shaman deb o'ylayman. Ishonamanki, bu qitimqi musobaqada cho'qim yaxshi natija bo'ldi deb o'ylayman.
方还是我Ekranıdaki aziz görmənlər, təbiilik və saflıqna asas qılıb işlənən kozur məhsullatları hər millət iste'molchilar tərəfindən təbiətdən gələn sovğa deb təriflənən Şinjan Pay Video Sodi çəkiliş şirkəti proqramımızın tajdarlığını aldı. Bu proqramımızı rayonumuz yeni taratqı sahasında uçqandək tərəqqi qılıyatqan məzmuni sarxıl, elansız, süzük filmlər mücəssəmlənən İzdaş Abditali alayda tələb qılğan. Rayonumuz təvəssüdə təbii içimlik işləp çıxırı sahasındakı qolluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Bu proqramımızda Beyjan Taşqın Xalqara Pay Kontrol Güroyu taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları və tartuq yürüşlük kolaları alayda qolladı. Bu proqramımızga Sertan Alga Çipassısı qatarlıq patentlik ali məhsullatları bilan alqışqa erişkən Şinjan Yenginur Biopentexnika çəkiliş şirkəti yaqından yardım bergen. 这首歌唱得非常好，可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，非常甜对，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位非常到位，感动了很多人。 Sevimlik, hürmetlik ustazlar, yaxshimisizlar? Men de sizlarga seg'inib salam. Nurimangul yaxshimisiz? Rahmat, Nurimangulni men obdan tanıyman, bizningki jutdan. O'zi nihoyatda pishqan yaxshi naqshchi. Shu naqsh aytishniki mayli yerli xalq anglari bo'lsin, mayli ommabop uslubdagi naqsh bo'lsin. Qayonga tassak, qayonga salsak shu vazifadan to'liq o'zisin chiqadigan nihoyatda yaxshi naqshchi mening nazarimda. Men boya bu naqshini Mavlon enim e'lon qilganda biz hammamiz asli nusxasini o'ylovdik-ku. Men shuning ichida mayaga kirgandan keyin bir anglagandagilar bu Jingju shakldagi o'zgartirilgan bambasi ekan, o'zgartirilgan shakli ekan. Nihoyatda kutilmagan bir tasodifiylik oldu. Men Nurimangulning ovozini qanday uslubda naqsh aytsa anglab bilib olayman. Chunki bizning o'tirimizda nurg'un hamkorlik bo'lgan. Hisobda men Maraleshidagi vaqtimda Nurimangul boshlang'ich to'liqsizlik vaqtida 96-yil, 95-yili shodlik bo'lgan Maraleshi degan badiiy filmda şu başlangıçlık vaxtınız mı? Şu başlangıçlık vaxtıda şu filmge qatnaştırılgan bir naqshini nihoyatda sifatlik aytib, başlangıçlık vaxtıda şu vaxtını tatib Maraleshida voy mushundaq bir Maraleshda mendaq bir kichik qiz bor ekan, ovozi chiroyli ekan, tatli ekan, yaxshi naqsh aytadi ekan degan buyna ta'riflashga noil buncha noil bo'lgan. Ondan keyin deb o'tgandek shu maktablarda o'qib qaytgandan keyin Maralesh noyisi madaniyat san'at ishlari uchun izchil aşağıda nurg'un natija ko'rsatib kelyapti. Shu men ma naqsh bilan bir tonimay, lekin nima bo'lsin, ma Jingju bansida menga nihoyatda arzidi-chu. Ma shaklini men anglab boqmagan ekanman. Bu nihoyatda ustunlik bilan yaxshi o'zgartirilibdi Jingju ban shaklimi. Shundaqmi? Estetikdan bak yarashtiribdi-chu yangi nusxa. Ondan keyin bir ayron qolganim Nurimangul Bayman degandek nihoyat ko'p qirliq san'at xodimi, ko'p qirliq madaniyat san'at xodimi. Qaysi yoqqa salsak shu yoq, ammo Jingju tarafga tortish, Jingju tarafdami bundaq talant borligini men bugun tunji his qilishim. Lekin o'zi izchil tirishida, to'xtamay o'rganish bilan, to'xtamay mush kasbga nihoyatda qizg'in, cheksiz bir mehr muhabbat bilan mushundaq muomala qilib kelayotgan naqshchi. Shunga men qaraganda mushinimi o'rganibdi yana. Mush Jingjuni maqsad o'rganmasa, mendaq puroq hissiyotlarni mendaq elib ma'olmaydi. Rahmat ustoz, rahmat. Şu maqsad o'rgandingizmi yo o'zingiz sirtda tirishib o'rganib oldingizmi? Bizning shu janub taraflarda butun mamlakat miqyosida hamda Jingjuni aytishni umumlashtiryotdi-chu. Ma'ni andan keyin o'zim anglab o'rganib olgandim. Demak, zikni o'tkir ham muhimi bu kasbni intayin bak jon dil bilan suyib kelayotgan bo'lg'achqa, shunday to'xtamay ilgirlab o'zini shu alalashtirib shunday men o'tgan. Bunda chiqib aytganda mening xabarim bor. Viloyatlik o'makdan taklif qilib o'tkab ekitishga nechiqatdim iltimoslar bo'lganlik. Nihoyatda xush bo'ldik bugun shu sahnada Nurimangulni ko'rib.
Rahmat ustoz. Men bek xush bo'ldim. Meningki gruppamga kelishingizni chin dilimdan qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Men eng oxirida o'rilgan, endi men bilan Nurmanguldan bek kona, agar mayli boshqani gap bo'lmasa men so'zlay beraman. Nurmangul maktabdami bek yaxshi aytdi, o'qitgan vaqtdami. Onun keyindan shu xizmat munosabati bilan Maral Beshig'i ketdi. Uzun yillardan keyin yana bir ko'rishdik, yaxshi ishlab etib ekandik. Men ovozini tunimabdiman. O'lib bo'lganga hayron qoldim. Mishaga kelganingiz bek yaxshi bo'libdi, Nurmangul. Bek xush bo'ldim. Andan qaga 3 ustoz, qaga 2 ustoz men bilan qo'shib. Men Nurmangulning bir ishini bilaman-ku. Bu Nurmangul bayam ablatkam ta'riflagan taraflari hammasi haq, hammasi rost. Biz misha turibman aytilqi hurmatlab ashundaq o'tadigan bir yaxshi naqshchi Nurmangul. Aniki yana bir tarafi hamda mush ablatkam hamda Nurmangulning qalbida ajoyib yuqori o'rni bor. Men cho'qim shunda o'ylayman, mush ablatkamni challab keldimikin deb o'yladim men. Hamda agar bizga kelib qolsa biz yanmaymiz. Lekin men hamda Nurmanguldan bizning studiya hammamiz yaxshi o'timiz-ku, mening ayolim bilan yaxshi o'tadi Nurmangul, bizim yaxshi o'timiz. Hamda Nurmangulning bizning bildig'inimiz hamda shu ablatkamning ajoyib hamda bir yaxshi nima finsisi Nurmangul. Cho'qim men ashta deb o'yladim, hamda gumonim. Yo'q, rostmi yolg'onmi yili bilamiz buni. Shunga men kelsa, xo'sh bo'lib kapsiz Nurmangul deb yana keyingi qadamlarni bilmangizga biz o'rtaq tirishimiz. Mayli hamda agar kelmasangiz hamda mayli ablatkamni tanlasangiz Alloh rahmat. Nurimangul bek aqlliq naqshchi ekan. 最美的还是我们新疆 bu naqshini men mandaq Jinjubansini daha anlab baxmabdı ki men tunca anlışım. Bu Jinjubanımız şundaq vəmm eyalatda şundaq toldurub bek yaxşı etib bədiniz mükemmel alatda. Hamda avazlarınızmı şundaq jığılğan, paqıraqlığımı yoxumağan, men javnınki qo'ngminglarımı şundaq inniq ochuq alatda şundaq yaxşı o'rnlab bədiniz. Agar hamda mening gruppamga kelsiniz, bizning yana nurg'un asarlar bor. Birlikte vücutga chiqarib, uni yana boshqacha yo'nsularda qilib baqsaq bo'ladi. Rahmat. Meşang'ın bir tatip aqıldaydı Aygül malum sizni. Tat qilib deydi. Milliy chiqa, Jinjuga. Bu da Meşang'ın bir tatili. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz malum. Nurimangulni men Fujongda o'qiyotgan tatib bilaman. Bizning Fujongda o'qiyotgan, Fujongda o'qigan. Da hammadamni bilasiz siz. Andan keyin uzoqroq yashab ketdim. Shu Fujongda bitiriblam, ketib qoldingiz. Keyin araliqda cho'nglar ma'rifiga bir kelgan bo'ldingizmi? Maqam sinfga keldim, ikkinchi qarar muqam sinfga. Shunga men sizga xil tonish, lekin bizning muqam sinfning 3 sinfning bolalarga Jinju tuvandan adam kelib Jinju o'rgatgan. Uning yoshga yarasha asarlari bo'ldi ekan. 16 yoshlik adamning asrini bizga bas bo'lmaydi ekan. Ularni bizga bir 2-3 kun nazariya jihatdan dars o'tdi. Yugurib kelib, u har kim kelib etmaydi ekan uni. Yoshga loyiq asarlari bor ekan. Bunda ishkanda bu. Bu ularning Jinjusiniki ayrim bir tipkan u. Shuningga bizning bolaligimiz o'rgatdi. Shu nima Qizilchiroqniki maqsini o'rgatdi. Ashuna qilib shu jarayonda quloq azroq pishib qolgan. Siz bugun rasmiy shu Jinjuning o'zining aloyidligini shundoq keltirib aytyapsiz. Abay shu Aygul Malum degandek rasbek aqlli ekansiz. Shuningga meningki gruppam kelsingizmi, menda Jinjuga loyiq asarlar xili bor. Rahmat malum, rahmat. Va boshqa asarlar bor. Chiqdi mendan. Rahmat. Qaysi guruhga kelishingizdan qat'iy nazar sizningki yaxshi utuq natija bilan har bir bosqichdagi mahoratlaringizdan uzr elishga tashnamiz. Rahmat ustoz. Yana birdan maqtayilmi bo'ldimi? Anda bo'lsa, qarabdimi deb qilaylik. Siz hozir endi oxirgi qaroringizni e'lon qilib bering bizga. Tadiri ustozim men uchun o'rindiq aylandi, ona ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Oxirgi mening qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz,
ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sargisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam şundak bula. Dep bulap haşa uçkende. Yığızını açsanız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı çiş pastasını her birinlarga tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Sertan algaç pastası qatarlıq patentlik ali mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Abletim ustas. Bizga sungan naqshingiz to'lima klassik naqsha. Aşı klassik naqshini voyaga yetkazib, o'rlab, ustozlarning qoyilligiga erishma oson emas. Ablet muallimning sizni yetaklab, sahnalarda nurlandira olishiga ishonamiz. Nuri Mangul, maqatim toza to'nib-to'nimayroq o'rildim. Ammo o'rilishda yana tuzaymaydi qayshi bo'lmay Xinjiang degan hammamizga tunishlik. Buni bir naqshini elib kelibdi. Ammo bu naqshiniki Jingjubansi ekan. Bu Jingjubansi hammamizga ma'lum, ko'rganlik adam ko'rganlik naqshchi.
ilaqı yugurib qopaplam aytib ketib olmaydi. Çünkü ilaqı şu hissiyatlarni, gitme pıraqlarni ilaqı aynenligi bilan icra qilib şu xaslıqni tepib chiqish undaq oson ish emas. Bu mahirimizga 4 yil ustoz to'liq aylandik. Hammamizningki qoyilligini, mayligini qo'lga keltirdi. Shu grup ichida yana mening gruppamni, yana Tashqin gruppasini tanlab bizning gruppaga qaytilganligini qizg'in qarshi olaman va bu mahirimiz bilan bundan keyingi bosqichlarda eng yaxshi bir holatlarda o'rtaq tirishib yaxshi natijalarning bo'lishiga ishonaman.
Ölme kılam gidip yürküm serip. Yaman testi ettim. Oy şunda pişkan avaz olsa örülmesek set bombamda birinci avaz mı? Birinci mısrani ağlagan Ölgendik ki dehşet ayacağım da ettim. Birinci mısrani ağlagan dikillam Ağine Muhammed Tursun'un avazı acayip okşaydı ki na. Depli örülüp qarasam bu ağinem özü iken emas mı? Vay rahmet. Teşekkürler. Munda mı okşamdı dep qarasam özü iken özüm okşamdı qanday. Rahmet. Usulga tushib ketmoqchi arkadaş. Endi sal xijil oldi qoldi. Bo'lmasa. Bir şey shunda chiqib ketdi. Shunda beyzud. Şu men bu usulni birlikte ekkagan, naqshniki Varlıqda bir igildiği ayarlarım battı, onu unutup kaptım ben. Aşağı kaldı. Şunu boğan boz, anım ekegen bozsam, bir kolluqla pütürüp çıkıp bittim de sen. Şimdi bu yeni nakşa okşamam da? Bu nakşa, xalq naqşisi. Bizniki, atıştiki bizning ustaz san'atkor, xalq san'atkori Aziz Muhammad akamizniki ijodiyati. Degan ahanda. Muzikasi Aziz Muhammad akamizniki so'zini Muhtar Buğra akimiz ustaz. Şuna anlamak istemiz. Xalq naqşlarının içinde mening anlamaganlarım yo'qmi ki deyman. Şunun bilan yig'ishtirib ekilib bo'lgan. Mishe şu Ipak Yolu sadasının 5-qirliq mush mayirlar bir madad vergach, bizligimi bir sizlargimi bir taqdim etgach 4 ustozga. Anadan men shu Ipak Yolu sadasi programmasi yo'l qo'yilgan 4 qarar programmaning takliflik baholag'uchisi ham birlikda qatnashib kelyapman. Shunga nurg'un mayirlar shu Şinjan Buğra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining o'rlashtirishi bilan shu program yo'l qo'yilgan ekan. Nurg'un bizniki izbosarlarimiz yetishib chiqyapti. Shu budoq shu 5-qararliq shu programma xizmat qilgan mayirlarga, tanlangan mayirlarga madad bergach, Şinjan Buğra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining buningdagi taraqqiyotning yaxshi bo'lishi tilakdagi bildirgach, sizlarga bir salom bergach, mush yuragimda mush naqshamni elib keldim qaranglar. Yürüyümün üstüde tiksinlik dağab yaman pezike ya. Yuragimning ustida qizil guldek, atir guldek unib qolasan canan. Naqshning temisi canan. Yangi naqsh o'qishmamdi deb so'rashim da. Birisi anglamagan ekanman. Ikkinchidan bu og'inam o'zi kasbiy naqshchi. O'zi kasbiy naqshchi, isil naqshchimiz, yaxshi og'inimiz. Bu yaqindan beri şiir yazıp shundoq ketyapti bu og'inam. Shundoq isil she'rlarni yaqindan beri biz ko'rgan she'rlarga qaraganda bu kesil burundan badak. Bu amdilarda chiqayotgan gap. Ammo shundoq mukammal, shundoq isil yaxshi baddiligi shundoq yaxshi bo'lgan, yaxshi she'rlar chiqyapti. Bir günüsü fakat ayacının basama ağinem neymiş bu sılımı şu dedim de devamlı aralışıp ötümüz şairlik cihetki, şiiriyet cihetki bu talantını ilgiri bizge yes kıldırmay özü şu yazıp keliyotyapti ki yakın yazı şundak çıkıvadı yaxshi şiirlar. Andan keyin muzikasini özü yazadigan bo'lib oldi. Manda yerler var. Şuna Muşunumu üzüdümmeki deb sorsam, özüdün çıkmay kaldı ama bu ağinem nakşi etişten başka müzikini yazıp şiirini obdan yazıp muşundaq. Rahmat. Yaxshi qamlashtirib ketdi de. Qarsamada dostumuzning madad berishi, ustozlarning madad berishi, Muxtar Kamdek shoir akalarimizning madad berishi bilan hamda bu alqi o'zi yiqib o'ziga navoiy nenibek tehdidida men shu hamda o'zimiz yezib o'zimiz ishlab o'zimiz aytsaq shu sayping o'zi kiyimni o'zi pichib tikib kiysa bek yarashqanga o'xshash shunda bir ambak tetimli qo'ldi ekan ham o'zimiz xotirjam aytayotganmiz. Bizgimi tehdidi adash nening tomdan yaxshi chiqasan. Rahmat. Taqasini tatgan bo'lsa bundan keyin taxmin tirishman. Abdulla akamga bir yaqila. Bo'ldi rahmat. Tonuni qisdi, o'tan qilib bir yaqamiz. Yerlik ximiy turibchilar beqar. Bo'ldi rahmat. Ben Mevlan arkaysı ustazda Muşu Mehmet Dursun ağinimizden bugün vaqt çıkarıp içeride bir igizpes oylamay muş ballarını qollaş, ustazlarını qollaş, rağbet beriş. Okuçular müjda sebepten muşu sahneye gidip gelip bugün alayda bir numar körsatgan o'ziga bizni aytib bak. Chin ko'nglimizda rahmat etsak bo'ladi. Naqshlaringni yaxshi ko'ramiz adash.
Rahmat. Burundan birinchi qaradın tatib bahalıq uchun işçidi ba, ondan başqa o'quvchilarni tarbiyalash ishlarida ba. Rahmat. Shundaq bizning jiq tarafda qarzimiz bor sizlarga. Voy rahmat. Muhammad qadimimizga, hurmatimizga loyiq akimiz. Rahmat. Isil bir ovozdan biriga erishdim deb kimdir birinchi ulab bassam. Rahmat. Bu ish chiqib bo'ldi. Men hamda ikkimiz bir sinf ilgirki o'qigan, To'g'ri. 95 bitadi Mehmet Tursun. Mehmet Tursunning shu vaqtida ovozi bek yaxshi edi. Biz shunday havas qildik. Rahmat. Biz mushu baldek naqsha aytolmay mush maktabdan ketib qoldigan o'xshaymiz deb. Yo, rahmat. Chunki o'chaqlarda qo'shni mashq uylarda mashq qildik. Muqamni shu chaqda muqaddimini Mehmet Tursunning og'zidan anglab. Nim degan chiroyli bundaq yosh bolalarning ovozini anglab baxtligandayman. O'ziga mush qobiliyati bilan, o'zining mush yuragidagi bir parcha o't bilan muqam ansamblga shunda g'albilik o'zining qobiliyati bilan o'rinlashtirib ta hozirgacha men hech qanday mijoz xarakterida yo u yoq bu yoq hech qanday o'zgarishga bir xillam shunday saposi yuqori, qalbi go'zal, ovozi andan go'zal. Aniqdan keyin o'zining mush o'qishga bo'lgan va o'zining kasbiy sapasini o'stirish uchun o'zining mushu muqam o'rinlash an'anaviy ijrochilik sohasida magistr aspirantning birisi. Magistr aspirantning birisi. Aygul xonim guvoh uningga biz qo'rqmay aminimizdan yuribdik. Mehmet Tursun akamning bizga bo'lgan ta'siri shunda cho'ng bo'lgan. Ayni vaqtda magistr aspirant o'qiyotgan vaqtimda Mehmet Tursun akam mendan bir qarar yuqori ketdi. Yuqori o'qitib ekan shundoq alqa kasbjon, izlanishjon, o'sha har kuni sumkasi yenida bog'liba, notda bog'liba ichida. Hozirgacha mana ish qilib Mehmet Tursun akam o'sha ugunishini tashlamadi, izlanishini tashlamadi, tadqiqotini tashlamadi. Sizning bizga bo'lgan ta'siringiz bek cho'ng aka. Bizning shu muqamchilik ishlarimiz bo'lsin, bizning milliychi naqshchilik ishlarimiz bo'lsin. Sizdan ugunayotganlarimiz shunda jiq, siz hammamizga ulgu bo'lib mengwatsiz, shu yoshlarimizga ulgu bo'lib mengwatsiz. Ham bundan keyingi bolalarimizga ulgu bo'lg'isi aka. Sizning tiningiz salomat bo'lsin, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, utuqli bo'lsin. Rahmat. Men bir ish qilib qolib, men seni bizniki izbosarlarimizga beray. Mishat o'tag'an Abdulla do'stimiz ustoz san'atkor anandikin 4 ustozlarning tanning salomat bo'lishi, buningdan keyingi ishlarning utuqli bo'lishini tilayman. Yana shuni bilan birga Shinjang Bug'ra madaniyat tarqitish tekshirikninki shu Ipak yo'li savdosi programmasini mangu mukammal qilib bizning yaxshi shu bitilayotgan bizning izbosarlarimizni taxmin yaxshi sanalarga erishtirib, yaxshi izbosarlarni yetishtirib chiqishi, ham sani berishni chin qalbimdan umid qilib, seni sizlar bilan xo'shlashmoqchi. Rahmat. Rahmat. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali mayirlarga omad tilaydi. Unda bo'lsa hozir Avarguli degan naqshni anglaylik. 大家好，我是木轩，来自昌吉。2017年，我从北京回到了新疆，听说了丝绸之路之声，并且看到了很多与丝绸之路之声有关的链接。在丝绸之路之声这个节目里，看到了许多非常好的歌手，他们通过丝绸之路之声去展示自己独特的歌喉、独特的声音，以及对家乡的热爱、对情感的倾诉。 我觉得这是一个非常好的平台，所以这一次我也报名参加了丝绸之路之声，希望能够通过这个平台，也将我的声音传递出去。 骑着马儿唱起歌儿，走过那一林，看见了美丽的
可知道美丽的瑶儿故里，灰色的小兔，它的家在哪里？哎呀，美丽的瑶儿故里。我骑着马儿撑起个儿，走过那一里，看见了美丽的瑶儿故里。我要寻找的人儿就是你。哎呀，美丽的瑶儿故Suyun tam okşmayda. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da pek geldim. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. 这个丝绸之路之声呢，过去呢少数民族选手比较多，现在呢这个影响也扩大了。各位导师，大家好，我是穆轩，来自昌吉，我是一位合唱指挥。我一直是往这边看的嘛，我看到他的这个表演，他比唱的还厉害，这个指挥给自己指挥，这个动作是我才明白，我还以为，哎，这个学生为什么要大量的这个动作，他会耽误你的唱功。平时就是乐队合唱指挥，所以就工作习惯。你在那个长吉州，光是指挥，还是有的时候也跟他们一起唱？没有唱过。啊，你是指挥啊？对。你觉得你今天的发挥怎么样？有点紧张。是，我们也觉得，尤其是开始特别厉害，中间还好一点，然后还有一点。特别高兴的一件事情就是阿依古丽老师为你转了啊，太好了，太好了。我们呢现在希望你以后这个跟着阿依古丽老师声乐方面学更多的知识，将来这个舞台我们还想看你的更精彩的一些节目，来吧。Programımızdaki Milletler İttifaqlığının ülgisi sahnemizdeki yana bir gül Muşa. Naqşingizdan ustozingizla emas, hammamiz suyundik. Aygül muallim sizdagi talantni bayqidi, ham sizga ustozlik qo'lini sundi. Bu qo'llarning abadiy bo'lishini umid qilamiz. 穆轩，bizningki Shodoshi Fan Daşö'nün dirijorluq kasbini ham ijodiyat kasbini bitkazgan qiz bo'lib, bu qizda keng doiradagi universal mayli nazariya asos bilimlar bo'lsin, mayli kasbiy asos bilimlar bo'lsin, shundoq puxta bilimga erishgan qiz. Lekin bu qizning shu naqshi jihatdan taraqqiy qilg'usi bor, o'zini ham ovoz tusimi shundoq chiroyli bo'lganligi uchun men bu qizni tarbiyalab keta olmayman degan umidda gruppamni qabul qildim. Bu shanni Yashin gruppasi qizg'in qarshi oladi.
Özgüç tem. Isil xuruç. Tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxanğa toldu bereket. Hamma toldu xuşallıqqa. Avamdın sizga rahmat. Tetit qola sergisi bekçi. Dasturxanның zinnati bekçi. Şinjan Eqin Xalqaro savdo cheklek şirketidan yangi sovg'at bekçi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algıç tish pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç tish pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani işim mehma Allah desem, kola bulam şundaq bula. Dep bolap hajab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafot chiqadi. Tartiq kola. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Ben Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga ilib keldim. Gul ustidagi shabnam gül husnini julalandırması. Siz gül, ben şebnem. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. Beijing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavidio savdo cheklek shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi.
3. dərəcəlik mükafatqa erişkən mahirimiz bolsa, Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik çəkiliş şirkəti 80 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartıqlaydı. 4. dərəcəlik mükafatqa erişkən mahirimizdə Beyjing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartıqlaydı. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. dərəcəlik mükafatqa erişkən mahirimizdə Şinjan Yingnur Biofan Texnika çəkiliş şirkəti 10 min yuan qiymetidagi altın mikrofon bilan tartıqlaydı. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Unda o'zi biz Ayshigul ma'lumdan bir tuvandagi naqshni e'lon qilib berishni iltimos qilaylik. Zepmi chiroyli keldi bahor. Ha, umuman bo'ladi. 大家好，我是歌手派斯莱提亚森，来自新疆库尔勒。Yaxşımızlar köpçülük, mən Naqşçı Pəzlət Yasin bulaman. Mən Koruldan gəldim. Bu qətim 5-ci qarar Pəridiyo İpək Yolu Sadası proqramımızğa qatnaşdıq məqsədim. Neçə yılın yanğı tövəllərdə xidmət qilish səbəbi bilən şu proqrammağa qatnaşış bir arzuyum bolsunmu, şu səbəblər bilən kelənməgən edim. Bu da yaxşı bir fürsətni çiң tutub Üzəmnin neçə yılın yanğı şu tövəllərdə xidmət qilib, qançalik bir təcrübə savaqlarına ega boldım. Ondan sırt məni yaxından ətrafda qollab, çoxum səhnəyə çıxan bir qətim dəb bana mədət ilhamlarını bəgən yaxın dostlarım, kəsbdaşlarım, ustazlarımınki mədətlər bilən bu qətim bu səhnəyə bir çıxıb özümni sınab baxış üçün gəldim.
Keyfiyetin qanday adaş? Keyfiyat o'tqadaş. Abla, o'tda keyfiyetin muzdek tartibning ichimliklarine keldim go. Zat isilnasına kes cumadashma. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi.这是一首老歌，就是老歌新唱。一般这个一首歌可能10来个人、20来个人唱呢，感情不一样。这个呢，它声音很洪亮，感情很充沛，有一种内在魅力。我觉得唱的还是挺不错的。唱的挺好。Suyumlik ustozlar yaxshimisizlar? Men ismim Fazilat Yasin, Ko'rildan keldim. Fazilat, siz odatda mushu naqshini boshqa yerlardan jiq aytdingizmi? Ya bu naqshini aytib boqmagandim burunman. O'shundami? Bu Fazilat kona naqshi aka. Ha, to'xtanglar. Sizlar tas qaldinglar, ba'zilaringlar oqida qog'ili. Oldinglarga berib shariatlab qo'yay degandim. Bunday odamni topganda cho'qim qilish beqish kerak. Sizlarga lozim bo'ladi. O'zigimi foydasi bor, sizlarga foydasi bor bunday odam. Aytib boqmabdi ekan mana naqshini. Aytib boqmay turmushda aytdi qaranglar. Buning taqi aytib boqqan naqshida aytgan bo'lsa, tikimollaq tushdinglar. Yaxshi naqshi bu. Biz onda bo'lsa shu boshda o'rilganlardan boshlab fikrni anglab boqili. Qisqa fikr qildi bular odatda. Biz shu naqshni anglab, radioda anglab cho'ng bo'lgan. Bu naqshni Kimet Paşa İşan ustozimiz aytgan. Andiki shu Rabia Muhammad ustozimiz aytgan. Buningki ijodchisi İskender Seyfullah. İskender Seyfullah. So'zi Teypcha Eliyop. Buni shu dolan muqomi asosida ishlangan. O'tag'an ma'lumotlar yaxshi bildi, siz bilgansiz. Bu shundoq qiyinlik darajasi yuqori, andikin ozroq bir ruh bunaqa talab qildigan ajoyib xarakter bor bir naqsha. Shunga buni udul kelgan ayollarga tushunmaydi. Shuningga lekin bugun bu naqsha sizga shundoq tushibdi, men shundoq hayajonlanib ketdim. Chunki bu naqsha menga aytgan. Buni cho'ng orkestrga moslashtirib men bir aytgan. Shunga bu naqshani men bek shu yaxshi ko'radigan, odiqim chiqadigan naqshning birisi bo'lib. Bugun shu menga shunda tegib ketdi bu naqsha. Ya'ni kelib buningdagi milliy alaydilik, furoq va ana xarakteri shuna yaxshi chiqibdi. Siz bek yaxshi ijro qildingiz. Bir ikki yer furoqni yetishmaslik masalasi bor. Ama uningdan boshqa joylar menga zodi shu yoqdi. Chunki sizga kelsiz uni, agar uni endi menga kelsangiz, unda yerni men o'ngshayman, azroq bir tuz ta'minlarini, azroq bir xurujlarini o'ngshaymiz. Rahmat. Endi sizga kelib qo'shilsiz. Albatta men kelib qo'shilaman. Chunki men bek yaxshi ko'rdim. Chunki buni Menzu Chanfa milliy uslub desak bo'ladi-ku, aytishimda. To'g'ri. Menzu Chanfa milliy uslubdagi ovozda ish qilib, men shu boy degandek bu naqsha xililg'i naqsha. Nihoyat yaxshi ijod qilingan. Naqshlik asarning ichidagi biroz cho'ng badiiy asarlar shuga kirdigan shu salohiyatdagi naqshlarda boya deyilgandek bu naqshni aytsa naqshchi o'g'adi. Ular mushkil ovozdagi milliy uslubdagi naqshni aytadiganlarga nisbatan bir odiq chiqadigan bir naqsh aytgandek bo'lgan bir naqsha. Onun ustiga sizningki haqiqatan biz shu bizgimi bolaligimizdan tortib shunday bizning balalik aslimalarimizni qilib qolgan shu naqshining shu tuyg'ularini sizdan topdim. Ovozingiz bak to'g'ri, bak haqiqiy milliy uslubdagi shunday ovoz tusidan kichikna bir yomon iliqi doğrulmaydigan bir kichik bir inchik furoq shivalar borchu, bu Menzu Chanfa milliy uslubdimi? Bu narsa sizda tabiiy bor ekan. Bak chiroyli aytdingiz mencha. Shunga menmi mening gruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Ammo bu yerga kelganda endi men agar Ayshigul muallimga bekroq ko'p tavsiya qilaman. Lekin siz, ya'ni ko'nglingiz meni tortib qolsa, menmi buning o'tishdan chiqishligim borligida buning gap yo'q. Ammo Ayshigul muallim endi buning biroz udul bir mushu kasbda, mushu milliy uslubda ovoz tarbiyalayotgan mushu nuqtasidan tavsiya qildim. Ammo mening gruppamga kelsingizmi qizim qarshi. Rahmat ustoz. Shundoq chiroyli o'rnab berdingiz. Siz aytayotgan vaqtda mening ko'z oldimga shu Ayshigul muallim bilan o'yin qo'ygan vaqtda Ayshigul muallim uzun chachlarni silib, tumoqlarni kiyib aytgan odatlari esim kelib ketdi. Milliy orkestr bilan, milliy ansambl bilan ishlab aytgan, shunda chiroyli aytib o'tgan.
Hamda Ayşegül müəllim şu bir bizningki milliy uslubda bir yangilik yaratquchi. Nurg'un ilmiy usulda haqiqiy fanfa bilan naqsh etishni o'rgangan. Ham mushu ustida to'xtamay izlanayotgan. Shuningga aytgan naqshsi qattiq qo'pol, qattiq, vaqirash, jaqrash emas. Haqiqiy hissiyat, bütün nefes bilan bo'lgan ovozchi. Buningda bizning mushu milliycha uslubga nisbatan bek cho'ng bir to'hfa qo'shgan Ayşegül müəllim. Shuningga siz mushu hozir bek chiroyli aytdingiz. Agar Ayşegül müəllimga kelsangiz, xudo hozir degandek, shu xurishlarni bir azroq tanishib, tuz ta'mlarni uni buni azroq tanishib, siz xilli bir yerga bora oladigan naqshchi ekansiz. Rahmat. Mening gruppammo sizga o'xshash shunday milliycha uslubda naqsh etadiganlarga muhtoj. Mening gruppamda siz qilishdagi ishlar bor. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat dedi. Siz pat rahmat deb qo'ysangiz bular ezib ketib ekan. Fazilat xush kelibsiz İpek Yolu sadasi sahnasiga. Siz keldigan sahnada shu. Axir kelibsiz, bak xush bo'ldim. Sizin kelganingizni ko'rib. Men bu qizni tunuyman. Biz 10 yillarni oshgan bo'lishi mumkin. Biz burun hamkorlashgan. Biz shu o'z vaqtida Lopnur mashribni ishlagan vaqtda bizning shu Lopnurning Qizil gulim degan naqshni mush qiz aytgan. Ondan hozir shu nima dego, chaqliqdigo, Fazilat naqshini yaxshi aytdi. Men tos qapdim emasmi? Eng oxir bahor degan kelganda besiyatdim bo'lmasa sizni bir hamda mushu aytgan naqshingizni hozirlanganimning hurmati uni keyindan albatta menmo agar kelsangiz yana shu burunqi pardada biz yana hamkorlashib shundoq qilsak bo'ldi. Kelganingizdan bek xush bo'ldim. Rahmat. Bu fazilatmi rost shundoq eliqi Qizilgul degan naqshni yana bir bola bilan aytgan, ha? Kim tash bola? Maralbeshliqmi? Muhammad Ali. Muhammad Ali maralbeshmekda hozir. Muhammad Ali shu, ha. Jumlaq Muhammad Ali. Uruq vaqti u. Bu ma qizning ovozini men anglagan. Shu yomon chiroyli aytibdi-ki, bugungi ovozim yana shunda chiroyli. Ma'lumlar hammasi yaxshi baho berdi. Yetdimi yana azroq danglaymiz. Rahmat. Shu hamda azroq danglaydigan shu bu fazilatda aniq tarbiyalab yuqtirib qo'yg'ili bo'lmaydigan bir tabiiy bir shu milliy uslubdagi naqshga tushadigan bir tabiiy talant xarakter bor ekan. Bu alomat chiroyli tedidi mana naqsh menga. Tabiat. Rahmat. Tabiat. Shu haqiqatan Mavlan degandek ko'rlar xalqi ninki bir gul ekan, qizil gulim degan naqshni aytgan qilishliq, ha. Yaxshi naqsh ekansiz. O'zi shu naqshga foyda qilamdiki, pifosim shunday yaxshi ekan. Uning ustiga bu Fazilat bir ish kuch qarab bo'ldi, qatnashma deb yurayotqili, hamda oxir vaqt soat kelibdi. Shunga bek xush o'g'inimcha mush qitim qatnashgan. Sizning eng oxir qaroringizni olaylik. Mening eng oxirgi tanlashim Sizcha bu mayirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Havideo İpek Yolu sadasi programmamizda bo'lsin. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası, İpek Yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası. İpek Yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası, İpek Yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası. Hoş avaz. Gümüş bağlar çok iyisi, nur
yeter dilekке. İpek yolu sadası, söygünün yok civrası, hoşlamazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok civrası, hoşlamazla seynası.